Assalomu alaykum, hurmatli fraksiyadoshlar. Bugun kun tartibimizda muhim masalalar bor. Davlat boji to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga iqtisodiy sudlarga murojaat qilishda mahalliy ijro hokimiyati organlari hamda maxsus iqtisodiy va sanoat zonalari direksiyasi uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan o'zgarish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi ikkinchi o'qishda taqdim qilinmoqda. Tashabbuskorlarning fikrini bilmoqchi edim. Qarorda belgilanganda, rayosatda shu narsa qabul qilinganda shu narsaga nimaga e'tibor berilmagan? Loyiha bo'yicha haqiqatan to'g'ri. Keyingi qadamlarni hisobga olgan holda ham biz mana shu o'zgartirishga qaror qildik, rozi bo'ldik. Hozir biz ham mana bu qonun bilan kredit beruvchi tashkilotni ishini qulaylashtirishga harakat qilyapmiz, lekin kredit olgan odamlar nima uchun kreditini to'la olmayapti? Mana islom moliyasini nima uchun biz tavsiya qildik? Islom moliyasida mana shunaqa narsa bo'lmaydi. Islom moliyasida berishdan oldin o'ylaydi, 1000 marta oldin. U bergandan keyin yonida turadi. Siz aytdingiz-ku, mana bu o'xshamay qoladi, nimadir. O'xshamay qolsa yoniga kelib o'xshatib yuboradi, qo'lidan tortadi. Zarar ko'rishdan manfaatdor bo'lmaydi. Lekin asl maqsadimiz jamiyatda tadbirkor paydo bo'lsin, iqtisodiyotda drayveri paydo bo'lsin, bitta odamning daromadi paydo bo'lsin degan maqsadimizdan uzoqlashib ketaveramiz. Ko'rdingizmi? Mana o'shaning uchun hozir siz javob bera olmadingiz u savolga baribir. Qonunda so'radingiz, nega betarafsiz deb. Mana men qanaqa tushunaman. Prezidentimizning so'zi bor, o'sha shu xalqchil siyosat. Men ham o'ylayapman, bizlar ham shu o'z faoliyatimizda shu xalqning manfaati eng ustuvor, eng katta narsa bo'lishi kerak. Qaysi vazirlik, qaysi davlat organ bo'ladigan bo'lsa, o'z manfaatidan chiqib, o'ziga qulay variantni qonun so'zlari bilan kirityapti. Qonun shu xalqchil qonunlarimiz. Kimni so'ramasa qo'llab-quvvatlayapti. Qo'mitada asos bo'lmadi, uni bu qonun noto'g'ri deyishga. Bu qonun yozilishi bo'yicha gaplashishimiz kerak-da. Qonunda bank degan so'z umuman yo'q bu yerda. Bu bankka umuman yozilishi bo'yicha aloqasi yo'q bu qonunning. Bank tashabbuskor bo'lib chiqishi bu to'g'ri emas. Faqat bu yerda bitta kredit masalasi emas-da, u juda ko'p soha bu. 5 baravarni to'g'ridan to'g'ri 50 baravarga birdaniga ko'tarib yuborishni o'zi qanchalik to'g'ri? Balki uni avval sal miqdorini kamaytirib qo'yish kerakdir. Aynan mana shu bayram kunlarida kiyim va poyabzal olish o'rniga ularga oziq-ovqat olish yaxshiroq bo'lmaydimi? Tergov izolyatorlarining rahbarlari bilan xodimlarini mehnat qonunchiligini buzib, ularni doim ishlaydigan qilib qo'yish o'ziga to'g'ri keladi. Shu kuni olib borish faqat kimlarnidir qo'shimcha band qilish va kimlargadir qo'shimcha haq to'lashga olib kelyapti-da faqat. Yana qo'shimcha kun yaratish nima keragi bor? Fraksiyamiz a'zosi Mamatxonov ikkinchi o'qish taklif qilyapti. Fraksiyamiz a'zosi Bekmirzo Eshmirzayev ikkinchi o'qishni cho'zish haqida taklif beryapti. Marhamat, hamma o'zi uchun qaror qabul qiladi.